Sizlarga qo'ylarimni ko'rsataman. Rapparasa bir oy olingan so'lg'alar. Buni ko'rgan odam o'zi qo'chqor deb o'ylaydi-da mana. O'zi vidlari qo'chqor deb o'ylayapti. Hozir yaqindan qo'ylar yurmayapti. Mah. Iloji boricha ko'rsataman. Betdagilar hammasi so'ldi, 13 ta. Endi sizlarga asosiyini ko'rsataman. Rapparasa bir hafta oldin tug'ilgan qo'chqorcha. Nima deyapti bu? Mah. Rapparasi bir haftalik bo'ldi. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'y boqayotgan tanishlaringga jo'natib, obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa sizlar keyingi videoda qo'ylarni yemi haqida ma'lumot topib chiqaman video qilib. Kim qo'y boqadi, nima beradi? Qo'y tabiatiga. Qo'ylarchi,